O'rtoqlar, Sergelidaman. Mashina olishga chiqdim. Yonimda $1400 pul bor. Arendaga Vikivga Spark olmoqchi edim. Sababi bolalarim yomg'irda, sovuqda maktabga borib kelishga qiynalyapti. Hozir bozorda yurgan paytimda bir kommentariyaga ko'zim tushdi. Va bu insonga menga kommentariya yozishni men bilib turibman. Alloh qalbiga solgan, meni ham Alloh qalbimga soldi. Biz taksida borib kelib amallab turamiz. Mana shu insonga Alloh uchun mana shu bor pulimni bermoqchiman. Xudo xolasa, ihsonning mukofoti faqat ihsondir. Alloh bu $1400 pulni menga tez kunda $100,000 qilib berishiga men ishonaman. Allohga shukr. Shu ko'rib turganimiz, yurib turganimiz, nafas olib turganimiz, peshkom yurganimiz hammasi katta ne'mat. Alhamdulillah. Hozir ularning lechkalariga yozib, mana shu pulni kechgacha yetkazaman inshaalloh. Hammaga rahmat. Bu videoni ibrat uchun oldim. Noto'g'ri tushunmanglar faqat.